Hi dears, I am glad to see you again. So today we will learn about future continuous. Bugungi zamonimiz bu future continuous, ya'ni kelasi davomiy zamon. Kelasi davomiy zamonni yordamchi fe'li will be va will be qatnashgan gaplarni, ya'ni future continuous gaplarini fe'lini o'zbek tiliga ayotgan bo'ladi deb tarjima qilishimiz kerak. Formulasiga e'tiborli bo'ling. Subject will be verb ing. Inkor subject will not be verb ing. So'rov will subject be verb ing. E'tiborli bo'lsangiz, oldingi darsimizda sizga aytib o'tdim. Demak, continuous zamonlarning ikkita elementi bor. Birinchisi verb ing, ikkinchisi be, ya'ni to be qatnashishi kerak degan. Mana qoidamizga mos tushyapti. Savol: future continuous qachon ishlatiladi? Xo'sh, future continuous birinchi ishlatilishi kelasi zamonda aniq bir vaqtda sodir bo'layotgan ish harakatlarga nisbatan ishlatasiz. Mana chizmamizga qarang. Mana bu chizma shu davrda tasavvur qiling va bu yerda future'ni ma'lum bir vaqti berib qo'yilgan. Soat 6 da. Vaqtini aniq berishimiz kerak. Soat 6 da. Misol uchun dars qilayotgan bo'laman. Qarang, e'tiborli bo'ling, ayotgan bo'laman degan tarjimani beryapmiz. Aniq vaqt kelajakda. Umumiy davr emas, balki aniq vaqt aytiladi. Bu birinchi ishlatilish. Ikkinchi ishlatilishi predicting the present, ya'ni hozirgi zamonni taxmin qilish. Bu nima degani? Misol uchun, I can't go to your house. Your children will be sleeping. Seni uyingga men bora olmayman hozir. Bolalaring uxlayotgan bo'lishi mumkin. Aynan hozirda shu ish harakat bo'layotgan bo'lishi mumkin deb siz taxmin qilasiz. Navbatdagi ishlatilishi esa biror bir kishidan kelajakda qilmoqchi bo'lgan ishni, qaysidir ishni xushmuomalalik bilan so'raganda asking politely way degan ma'noni bildiradi. Misol uchun, will you be inviting your friends to the party? Do'stlaringni bazmga taklif qilyapsanmi? Ma'nosi shunday beriladi. Tushundingmi? Bu future continuousning ishlatilishi edi. Future continuousning keywordlari mavjud. Keywordlari. Birinchisi, at this time tomorrow. Erta shu vaqt, qarang, vaqt aniq beryapti. Misol uchun hozir soat obeddan keyin soat 2 bo'lsa, erta aynan shu soat 2 dan shu paytda nimadir ish qilayotgan bo'laman deb aytasiz. Tonight, kechasi, vaqt aniq soat bo'lmasa ham davr aniq bo'lyapti. Kechasi kino ko'rayotgan bo'laman deysiz. Aynan future continuous. Navbatdagisi at plus time. Soat 6 da, soat 7 da, ertalab, kechqurun 7 da, 8 da deganda. At plus time plus tomorrow. Ya'ni erta aynan soatini berishingiz kerak. At 1 p.m. tomorrow. Erta soat 1. Soat 1 da. Ya'ni bu tushdan so'ng degani. Navbatdagisi from till. Dan gacha degani. Vaqt qo'yasiz. From 3 o'clock till 5 p.m. deysiz. 3 dan 5 gacha oraliq, baribir oraliq aniq. Demak, tennis o'ynayotgan bo'laman deysiz. Between and orasida degani. Between 3 o'clock and 5 o'clock I will be playing tennis. 3 va 5 oralig'ida, e'tibor qiling, 3 va 5 oralig'ida tennis o'ynayotgan bo'laman. Still, hali ham I will still be doing my project. Demak, hali ham loyiham qilayotgan bo'laman. When qo'shma gaplarda ishlatiladi. Misol uchun, qachonki sen kelganingda men kompyuterda ishlayotgan bo'laman. Qo'shma gap. Ya'ni bu qoida chiqarsak,
bir ish harakatni bajarilayotganda boshqa ish harakat xalal berishi yoki suqilib kirishida misol deb olishimiz mumkin. Bu future continuous mavzusi edi. Future continuous deganda siz qisqagina qilib aytishingiz mumkin, kelajakda aniq bir vaqtda sodir bo'layotgan ish harakat. Unutmang mana shu qoidani. Thank you for attention.